Farg'ona shahar Ussalaman hududida 8 qavatli Novostroykani 5-etajdan 73 metr kvadrat 2 xonali zo'r kvartira ko'rsatamiz. Ko'rishinglar mumkin. Podyezdlari ham keng, liftlari ishlab turibdi. Uyga kirganimizda katta holni ko'ramiz. Xonadonimiz korobka holatda bo'lib, didingizga moslab remont qilsangiz shunaqa chiroyli holatga keladi. Holdan o'ng tarafda o'z balkoniga ega birinchi xona mehmonxonamiz o'rin olgan. Hozir balkonga chiqib tashqari ko'rinishni ko'rsatamiz. Devorlari asfalt bo'lgan, parkovkalari mavjud. Mehmonxonadan keyin hol oxirida umumiy sanuzil, yonida yotoqxona hamda oshxonamiz joylashgan. Eng muhimi, Novostroyka domimiz gazlashtirilgan, gaz va suv montajlari uy ichiga kirgan. Azizlar, ushbu Ussalaman hududidagi 8 qavatli lifli domni 5-qavatida joylashgan 2 xona 73 metr kvadrat korobka holatdagi kvartiramizga egalari 1 metr kvadrati uchun 6.200 dan so'rashyapti. Narxini yana kelishtirib berishar ekan. Pastda opsiyada nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib baraka qilishinglar mumkin. Do'stlar, obzor yoqqan bo'lsa, like bosib, videoni Ussalaman hududidan shunaqa kvartira qidirib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar.